Adırlı Mücazlan Neoline 7700 antiradarına yangi proshivka chiqqan xabaringiz bor. Erda 14 proshivka, yangi proshivka. Imanda eski proshivka, erda 09. İkkita bir xil radarni olib chiqdim bugun test etish uchun. İkkisini ham bir yerda qo'ydim. İkkisini ham zavodskoy настройкасында qo'yib qo'yman. İkkisi ham bir xil signaturniy rejimda qo'yib qo'ymayman. Настройки завершены. Yine bu ham signaturniy, bu ham signaturniy. İkkisi ham pachka, original toza radar bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan test etib ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Stolbada turgan kamera, lochin kamera va multiradarlar reaksiyasini birga tekshirib ko'ramiz. Birgalikda test etib sizlarga rezultatini ko'rsataman, birodlar. İkisi ham bir xil radar 7700. O'ng tomonidagi yangi proshivka turibdi, o'ngdagisi, endi chapdagisi eski proshivka. Hozir yo'lda radarlar chiqsa test etib ko'ramiz. Multiradarni izlab yuribman. Oldinda mulyaj bor, mulyajni topib turibdi. Xo'sh, mulyajni topib turgan vaqtdan pastda radar kelsa, birinchi radarni aytadi u. Ustuvorlik zavodskoy erdida turadi. Stolbadagi mulyajni topib turgan vaqtdan pastdagi multiradarni ko'rgan vaqtda ovoz chiqaradi u. Hozirgi proshivkada shunday bo'ladi. Eldimizda lochin radari bor, yana 74 ta lochinda turibdi. 400 metrdan keyin lochin. Qarang, lochinni signalini qaysi birinchi topadi ekan ko'ramiz testda. Eldimizda lochin radari bor. GPS orqali ikkisi ham bir xil topadi. Endi GPS bilan muammo yo'q. Yana qarang. O'ng tomondagi birinchi, chap tomondagi ikkinchi. Ko'rdingizmi? O'ng tomondagi toza proshivkasi baribir birinchi topib turibdi yana. Ko'rdingizmi? O'tgandan keyin yana qaytishi. Birinchi yana. Ko'rdingizmi? O'ng tomondagisi signalni ko'p ushab turmaydi, chap tomondagisi ko'proq ushab turadi. Bir narsa e'tibor berish kerak. Avvalgi proshivkalarda esingizda bo'lsa, radar o'tgandan keyin ham to'xtamay chiyildab ushab turar edi signalni. Hozirgi yangi proshivkada signalni ushab turishi kamaygan. Radardan o'tgandan keyin sirazi qo'yib beradi. Eski proshivkada esa sal durib qo'yib beradi. Hozir lochinni topishini ko'rdingizlar. O'ng tomondagisi chapga nisbatan toza proshivka, ertaroq, aqlliroq aytib turibdi. Multiradarni hozir test etib turibman. Multiradar hozir oldimizda yo'liq mindiribdi. Multiradarni ham topamiz hozir. Eski proshivkada yana ko'na ложный signallar tushib turibdi. Yangi proshivkada ложный signallar tushmaydi, qarang. Hikvision'da bir radar topdi. Hozir bu yerda hech qanaqa radar yo'q. Biratlar, oqshom multiradarni topib bilmadim, lekin bugun topdim multiradarni. 2 dona 77 olib chiqqanman, bilasiz. Chap tomonda o'zini zavodskoy proshivkasi, o'ng tomonda toza proshivka, erda 14. Bu eski o'zini erda 09 proshivkasidan turibdi. Birgalikda sizlarga test etib beraman. İkisini bir yerda qo'yganman. Multiradar. Ina qarang, birinchi o'ng tomondagi topib turibdi. Qarang. Hali eski proshivka. Bu ikkinchi topdi, ina qarang. Endi multiradarni hozir nereda turganini ko'ramiz sizlar bilan. 9 ning oxiridamiz. Ko'pincha potok ko'p, ya'ni ko'rdingizmi, mashina ko'p. Ko'rib turibman kamerada. Multiradar nerede ekan bu? Lekin biroqlar yangi proshivkasi действительно o'ta aqlli etib ishlangan, chotki ishlagan. Qarang, mana multiradar chap tomonimizda o'tibdi. Ko'rdingizmi? 06 fly ekan. Endi sizlar bilan orqadan test etib beraman, orqadan reaksiyasini birga ko'rsataman. Oldimizda multiradar bor. Multiradarni hozir reaksiyasini birga sizlar bilan test etib ko'ramiz. Bu eski, yana o'ng tomondagi birinchi topib turibdi, qarang. Ko'rdingizmi? Oldimizda multiradar bor. Bu yangi proshivka. Eskisini hali jimjit. Multiradar. Yana bu ikkinchi topdi, ko'rdingizmi? Endi oldimizda yana multiradar o'tiribdi. Birga sizlar bilan test etamiz. Orqadan topishi ancha aqlli. Arkadan uruşuna gap yok. 9 ning oxirida yana o'ng tomonda o'tiribdi. Ko'rsatib bering nomerni. Yana biratimiz 06 fly.
Bratlarım praşifke ne deydi praşifke? Size uçun bu praşifke. 77.00 işletip turgan bratlar praşifkeni yamanı çıktı. Test etip görsettim. Realni praşifke gap yok. Moşni işlengen. Gördüğünüz ki videoda özünüz baka beresiz. 77 işletip turgan bratlara bu videonun sroşni taşak koyun. Sroşni praşifke etip alın bratlar. Yengi praşifkesi prosto bomba. Zor etip işlengen. Geseyizler özüm çıraylatıp praşifkelerini kılıp beramen, nastroykelerini kılıp beramen 77 işletip turgan bratlar sroşni praşifke kıldırıp alınlar.